Variantga parovoz olaman deb qidirib yurganlar diqqatiga. Mana shu parovozni Persep bilan birgalikda egalari agar 50 ming naqd pul bo'ladigan bo'lsa, variantga ham gaplashamiz deb aytayaptilar. Yoki bo'lmasam naqd pulga narxini 79 ming AQSh dollar deb aytilyapti. Naqd pulga kelishtirib beriladigan joylari bor. Endi sizlarni ma'lumotlar bilan birma-bir tanishtirib o'tib ketaman. Dafixe Euro 6 450 ot kuchiga ega 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgan masofasi 826 ming kilometr masofani bosib o'tgan avtomat korobkada salonni ichki holatlarini ko'rsangiz bo'ladi. Idealniy holatda turibdi. Steyashli konditsionerlarigacha bor. Retardasi bor ekan, baklari faqat bir tomonda 845 litrli bak bilan jihozlangan. AdBlue'si uzdirib qo'yilgan ekan. Mashinada ham, Persepda ham hech qanday kamchiliklar yo'q. 100% ishga tayyor holatda. Balonlari Kurgovoy hammasi 100% almashtirib qo'yilgan. Persep 2024-yilda ishlab chiqarilgan Xitoy Persep bo'ladi. 3 mosli kubasi jami 130 kubani tashkil etadi akalar. Qiziqqan bo'lsangiz egalar o'zlariga telefon qilib, yana batafsil ma'lumotlarni ham olsangiz bo'ladi. Manzil Andijon viloyati Asaka tumanida mashina turibdi. Kelib ko'rib, yoqtirib, baraka ko'rishingiz mumkin. Videoga like bosib, mana shunaqa parovoz qidiruvga forest tanishlarga maksimal tarqatib qo'ysangiz hamma uchun manfaatli bo'ladi. Hammaga rahmat.